Dokumenta kaka. Dada salom deyapti sizlarga. Xo'p, yashang, baxtli bo'ling. Endi kelinga uylanib nima bordi? Endi gapini qanday tushunaman? Nima qilyapti bu? Tuku. Kukuna. Nyam nyam. Mana. Oo, texnologiya. Zashgal kaka. Qo'shni mana bu narsa sizlarnikimi? Ya bizda unaqa narsa yo'q-a? Dokumenta kaka. Kelinizniki dada ov qiladi-da ular. Hay, kelinga ayt, bir to'q sho'rva qilsin. Ha böyle Pocahontas. Sobe. Tuku pataka kaka sho'rva. Tuka. Ya ularga tegma magazindan sotib olamiz tovuqni. Nima qilyapsizlar? Apasi tug'ilgan kun ekan yaqinga o'shanga yangi ko'ylak tikyapti. O'rgan. Boringi. Ah. Ha, tuka. Nyam nyam nyam. Nyam nyam. Aha. Duku. Chokolate. Chokolat. Qushlarni haydaykanmi, choqirakan. Unaqa o'rgatma menga kerak emas. Bo'l, ket, yur. Nima qilasizlar? Ona kamon yasayapmiz, qushlar otaykan keliniz. Tegmadi-ku. Qo'shni kamonlaringizni o'qib biz tomonga tushmadimi? Ha, tushgan bizaniki o'sha. Ha, oling buni. Kerak emas, mayli qo'yavering. Olavering, o'tirishga sal noqulay bo'lyapti-da. Hamda. Nima qilyapti ular? Kelinga tushuntir, bugun payshanba osh qilsin degandim. Kun sovib qoldi, bir kelinga bir normalni bir issiqroq kiyim olib ber. Ya dada bu oddiy narsalar kiymaydi, originalini kiyadi faqat. Voyma zo'r joyi bilaman. Tuku? U? Kelin imperiya shubida hammasi tabiiy, Yevromiq. Bu yeri shubalari Italiyadan, Tallindan. Chiqichi. Xitoydan bormi deydi? Xitoydan ham bor. Issiqmi? Dika. Kelin xohlasangiz uzuni ham bor. Faqat shoshilishimiz kerak. 31-dekabrgacha 40% chegirma bo'lyapti. Bitta. Olamiz. Kuku. Bizanki uydagilar kelyapti ekan mehmonga. Kutu mata. Xotin uyimda changal zo'r tashadilar.